Hamma assalomu aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Mening ismim Abbosxon, siz ham vlog kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek bugun havo juda ham yaxshi. Kecha bizda ko'p yomg'ir yoqqandi. Bugun ko'rib turganingizdek quyosh chiqyapti. Bugun siz azizlar bilan birgalikda soch oqizga ham boramiz. Karantinda o'tirib, uyda o'tirib sochlar juda ham o'sib ketdi. Bugun sizlar bilan soch oqizga ham boramiz hamda Koreyada soch oqizishlar nech pulligini sizlarga tanishtirib o'taman. Qani bo'lmasam ketdik. Azizlar o'tib ketadi, ko'zim tushib qoldi. Qaranglar, bu yerda soch oldish 7000 so'm ekan. Ayollarga, bu erkaklarga 7000 so'm ekan. 7000 won ekan, to'yish. Bu Koreyada juda ham arzon. Yangi ochilgan ekan. Yangi ochilgani uchun Open Sale deb qo'yibdi, 30% skidka. Bu bizni o'zbek tilida aytganda mahallamiz. Biz shu yerda yashaymiz. Bu yerda oshxonalar juda ham ko'p, ko'rib turganingizdek. Hozir yo'lni narigi betiga o'tamiz, katta yo'lni narigi betiga o'tib, o'sha yerdan soch oldiradigan salonlarni bittasida soch oqizdiramiz. Doimiy soch oqizdiradigan salonimda soch oqizdira olmadim, sababi o'chir juda ham ko'p ekan. Bugun dam olish kunligi uchun 1-2 soat oldin telefon qilib o'chirib olib qo'yish kerak edi, hech chiqsa yo'q, boshqa salonga boramiz. Mana do'stlar, bu yerda 12000 won ekan soch oqizdirish. Bilmadim, yaxshi oladimi, yaxshi olmaydimi. Bu yerga birinchi marta kelishim. Mayli, endi oqizdirib ko'ramiz. Yaxshi oladigan umiddaman. Qani ketdik. Mana aziz do'stlar, sochimni oqizdirib chiqdim. Ko'rib turganingizdek, kaltaroq bo'lib qolibdi. Chiqsa yo'q. Ha, aytgancha aziz do'stlar, boya narxlarni aytibman, lekin Koreya pulida aytibman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun dollarda aytaman. Birinchi ko'rganimiz 7000 won deganimiz bu dollarda $6.70 bo'ladi va ikkinchi ko'rganimiz 12000 won deganimiz bu dollarda $10 bo'ladi, $10 bo'ladi. Shunaqa do'stlar. Do'stlar, birinchi videoyimni YouTube'ga joylaganimdan so'ng bir hafta davomida hech qanday video olmadim, sababi vaqt yo'q edi. Endi bu hafta tez-tez video joylab turishga harakat qilaman. Ideyalar juda ham ko'p do'stlar, shuning uchun o'tkazib yubormaslik uchun kanalga podpisatsiya qilinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Shu bilan do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.